Qani, yigiting tirik ekanmi? Bu meni yigitim emas. Kiming unda? Bore. Senga kattalar gaplashayotganda aralashmagin deyishmaganmi? Bo'ldi. Qoch, ketgin iltimos bor. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ha, aytgancha. Keyin ogohlantirmadi demagin. Yigitingga aytib qo'y. O'ziga ehtimol bo'lsin. Tag'in yo'q deb qolmasin. Bo'ldi qiz, qoch arzimaydi. Qara uni qanaqaligini. Nima yana unaqa qotdi? Nima, prosta kechirib ketasizmi? Unga ham oson emas. O'zidan o'tganini faqat o'zi biladi. Endi aybingni yuvishing kerak. Omad. San o'tga yig'ishdan maqsad hisoblanib ketish boshlaymiz. Xullas, mana territoriyani egallashimiz kerak. O'zi shu ishlarni deb o'lib ketishingga sal qoldi. Yana shu yo'lga qaytmoqchimisan? Men ular qilgan ishni rostakka qoldirmayman. Hammasi qilgan ish uchun javobini beradi. O'zing bilasan. Meni bu ishlarga aralashtirma. Qo'rqyapsanmi? Yana kimdir ketmoqchimi? Yordam kerak bo'lsa, biza shu yerda. Xullas, Rahmatjon tirik ekan. Sen uni qatdan taniysan? Maktabda birga o'qiganmiz. Hozir universitetda ham birga o'qiyapmiz. Yaxshi, unash ko'zimizdan oldi ekan. Uni yaqinlarini taniysanmi? Ana u qiz Shirin. Kim bo'ladi unga? Sevgilisi, menimcha. Keyin Samandar degan o'rtog'i bor. Yana onasi ham bor.